هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Nuh tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Nuh suresi 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Nuh Mekke'de nazil bo'lgan 28 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Biz hakikaten Nuh'ni kavminge qattiq azab, yani dünyadaki çağlarda tufan balası, ahirette devzaq azabı kelishdan burun ularni agahlandırgın deb avatdiq. Nuh aytdi: Ey kavmim, men hakikaten kişilerge avatilgan oshkora agahlandırgıcıman. Allah'a ibadet qilinglar, uningdan qo'rqinglar ve Allah'a itoat qilinglar. U ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi, sizlarni muayyan muddatgacha kechiktirdi. Yani ömrünglarni uzun qiladi. Şübhisizki agar bilsanglar, Allah'ның insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi. Nuh alayhissalomning qavmini da'vat qilganlik to'g'risida Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomni uning qavmiga payg'ambar qilib avatganligini, ularga Allohning azobi tushishdan burun ularni ogohlantirishga buyurganligini, agar ular tavba qilib va Alloh tarafga qaytsa, ulardan azobni ko'tarib o'tadiganligini xabar berdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Biz haqiqatan Nuhni qavminga qattiq azob, yani dünyadaki çağlarda tufan balası, ahirette devzaq azabı kelishdan burun ularni agahlandırgın deb avatdiq. Nuh aytdi: Ey kavmim, men haqiqatan kishilarga avatilgan oshkora agahlandırgıcıman. Allohga ibodat qilinglar, uningdan qo'rqinglar va Allohga itoat qilinglar. Yani Allah cheklagan ishlarni qilmanglar. Günahlardan yeninglar. Allah buyurgan işlerini qilinglar. To'sqan ishlardan yeninglar. U ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi. Yani sizlar men buyurganni qilsanglar, mening payg'ambarligimni tasdiq qilsanglar, Allah sizlarning gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni muayyan muddatgacha kechiktirdi. Yani ömrünglarni uzun qiladi. Yani agar sizlar Allah sizlarni to'sqan ishlardan yanmasanglar, Allah sizlarga azob tushirdi. Sizlarning payg'ambarning buyrug'iga bo'ysunganliginglar va uni tasdiqlaganliginglar uchun Allah bu azobni sizlardan ko'tarib etadi. Shek shubhisizki Allohga itoat qilish, kishilarga yaxshilik qilish va urug' tuqqanlarga sil rahmi qilish hakikaten ömrünü uzatdı. Degiciler bu ayetni öz qarashlarına delil qilib gösterdi. Bu haqda bir hadisda mundaq deyilgan: Sil rahmi qilish ömrni ziyoda qiladi. Shubhisizki agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi. Yani azab tushishdan ilgari amal ibodat qilishga oldiranglar. Agar Alloh taolo u azobning tushishini xohlasa, uni hech kim qaytara olmaydi va to'solmaydi. Chunki Alloh taolo buyukdir,
her narsani idora qilguchidir, g'olibdir. Bütün mahluqotlar uning g'olibiyatiga bo'ysunguchidir. Nuh aytdi: Rabbim, men haqiqatan qavmimni kech-kunduz iymonga da'vat qildim. Mening da'vatim ularni texmi qochirib etdi. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. So'zimni anglamaslik yoki meni ko'maslik uchun kiyimlari bilan boshlarini cho'mkib oldi. Kufrida ching turdi. Cho'ngchilik qilib iymondan texmi bosh tortdi. Ondan men ularni to'lab da'vat qildim. Ondan ularni oshkora da'vat qildim va yo'shurun da'vat qildim. Ularga aytdim: Rabbinglardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qildi. Nim uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Halbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Alloh qanday qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi? Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonida nur qildi. Kunni nur chaqchuvchi chiroq qildi. Alloh sizlarni zamindan yaratdi. Chunki otanglar odamni tuproqdan yaratgan edi. Ondan Alloh sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytardi. Ya'ni zaminda dafn qilasizlar. Ondan sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqirdi. Zaminda keng yo'llarda minishinglar uchun Alloh sizlarga zaminni besat qilib berdi. Nuh alayhissalomning o'z qavmi tarafidan yetgan aziyatlar haqida Allohga shikoyat qilganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bendisi va payg'ambari Nuh alayhissalomdan xabar berdi. Nuh alayhissalom 50 yil kam 1000 yildan iborat bu uzun muddat ichida qavmiga haqni bayon qilganligi, uni ularga ochiq tushuntirganligi va ularni to'g'ri tuz yo'lga da'vat qilganligi. Ularning bo'lsa uningga aziyat yetkazganligi. Ularning aziyatlariga sabr qilganligi haqida g'olib va buyuk Rabbiga shikoyat qilib mundoq deydi: Rabbim, men haqiqatan qavmimni kech-kunduz iymonga da'vat qildim. Ya'ni sening buyrug'ingga bo'ysungan va sana itoat qilishni ulardan talab qilgan holda ularni iymonga kech-kunduz da'vat qilishni davomlashtirdim. Mening da'vatim ularni texmi qochirib etdi. Ya'ni har vaqt haqqi yaqinlashsin deb da'vat qilsam, ular aksicha haqdan qochdi va uningdan yuz o'rdi. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. So'zimni anglamaslik yoki meni ko'rmaslik uchun kiyimlari bilan boshlarini cho'mkib oldi. Ya'ni men ularni da'vat qilgan narsani anglab qolmaslik uchun ular quloqlarini etib oldi. Alloh taolo Quraysh kafirlardan xabar berib, bu vaqtda mundoq deydi: Kafirlar, bu Qur'onga quloq solmanglar, uni elishtirib etinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi. Kiyimlari bilan boshlarini cho'mkib oldi. Ibn Jarir Ibn Abbasning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular Nuh alayhissalomning o'zlarini tonib olmasligi uchun notonish qiyomatga kirib oldi. Said ibn Jubayr va Suddiq mundoq deydi: Ular Nuh alayhissalomning so'zini anglamaslik uchun boshlarini o'rib oldi. Kufrida ching turdi. Ya'ni ular shirik va kufrni izchil holda davomlashtirdi. Cho'ngchilik qilib iymondan texmi bosh tortdi. Ya'ni ular
haqqı ergishishdan va uningga bo'ysunishdan bosh tortdi. Andın men ularni to'g'lab da'vat qildim. Ya'ni ularning orasida yuqori ovozda da'vat ilib bordim. Andın ularni oshkora da'vat qildim. Ya'ni ovozimning bericha ochiq qilib so'zladim va yoshurun da'vat qildim. Ya'ni Nuh alayhissalom da'vatining ularga eng foydali bo'lishi uchun ular orasida da'vat qilishda turli uslublarni qo'llandi. Nuh alayhissalomning qavmining uning da'vatiga qarata aytgan so'zlari to'g'risida. Ularga aytdim: Rabbinglardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh tarafga qaytinglar. Qilmishinglardan yeninglar. Pat fursatda Allohga tavba qilinglar. Shek shubhisizki Allah tövbe qilgan kishining tövbesini ilgari uning kufri va shirkdan iborat gunohlari mayli qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar albatta qabul qiladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Bu oyatni uningda mush so'z bo'lganligi uchun suv talab qilish namozida o'qish mustahabdir. Rivayet qilinishicha, mu'minlarning xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ayni zamanda suv talab qilish uchun munbar ustiga chiqib, faqat Allohdan mag'firat tilagan va mag'firat haqidagi oyatlarni o'qigan. O oyatlarning ichida ularga aytdim: Rabbinglardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi degan oyatlarni qo'shib o'qigan. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qildi. Ya'ni agar sizlar Allohga tavba qilsanglar, uningdan mag'firat talab qilsanglar va uningga itoat qilsanglar, Alloh sizlarning rizqinglarni ko'p qilib berdi. Osmondan bereketlik yağmur yağdırıp sizlarni suv bilan ta'minlaydi. Zaminning o'simliklarini, ziraatlarini undirib berdi. Mal chorvalarning sutini ko'paytib berdi. Mallaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Her türlük meyvelik bog'larni o'stirib berdi. Bog'larning orasida eqib turadigan o'stanglarni qilib berdi. Yuqorqisi Nuh alayhissalomning da'vat elib berishda qo'llangan rag'batlantirish usulidir. Shundan keyin u da'vat qilishda so'zini qo'rqitish usuliga yo'tkab mundaq deydi: Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Bu oyat haqida Ibn Abbas mundaq deydi: Nima uchun sizlar Allohning azob oqibatidan qo'rqib, Allohning buyukligini haqiqiy ravishda ulug'lamaysizlar deganlikdir. Halbuki Allah sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Ibn Abbas, Akrima, Qatada, Yahya ibn Rafni, Suddi va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyat haqida mundaq deydi: Ya'ni Allah insonlarni man'idin, ondan uyul qondin, ondan bir parcha go'shtdan iborat bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Allah qandoq qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi? Ya'ni bu faqat anglag'ang'ila bilgili bo'ladigan ishmi? Yoki osmon jismlarining sayr qilishi, kun va oylarning tutilishi qatorliq hissiy jihatda bilgili bo'ladigan ishlarmi? Alloh taolo 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonida nur qildi. Kunni nur chaqchiqchi chiroq qildi. Ya'ni oy bilan kunning nurini farqli qilib yaratdi. Ularning har biriga o'ziga xos xususiyat ato qildi. Kunning sharqdan chiqib g'arbga ketishi orqali kecha bilan kunduz bildirildi. Ayga menzillarni belgiledi. Onun nurini o'ziga xos farqli qildi. Shunga oyning nuri kundan kunga
cho'ngayib, oxirida to'lin oyga aylandi. Ondan kichiklashga boshlab, oxirida ko'rinmaydigan holatga keldi. Bu o'zgarishlar oylar va yillarning o'tganligini ko'rsatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah quyoshni nur chaqchuvchi va oyni nurliq qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burujlarni tayin qildi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydaliq uchun yaratdi. Allah oyatlarini, qudrati ilahini biladigan va uning hikmetini fikr qiladigan qavm uchun tafsili bayon qiladi. Allah sizlarni zamindan yaratdi. Chunki otanglar odamni tuproqdan yaratgan edi. Ondan Allah sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytirdi. Ya'ni zaminda dafn qilinsizlar. Ondan sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqirdi. Ya'ni Allah Taala sizlarni dastlabda yo'qlikdan paydo qilganiga o'xshash qiyomat kuni sizlarni qayta tirildirdi. Zaminda keng yo'llarda menishinglar uchun Allah sizlarga zaminni besat qilib berdi. Ya'ni Allah Taala sizlarning zamin ustida yerlashishinglar uchun zaminni keng va bepoyon qilib yoydi. Uning tavrab ketmaslik uchun uni egiz tog'lar bilan mustahkam qildi. Uningda xohlagan joyinglarga berishinglar uchun yo'llarni yaratdi. Nuh alayhissalom qavmiga Allohning osmonlarni va zaminni yaratganligidek katta qudratini, ularga ato qilgan osmon va zamindan oladigan foydali ne'matlarni, Alloh taolaning hammani yaratquchi va hammaga rizq berguchi ekanligini, Alloh taolaning osmonni barpo qilganligini, zaminni kengri qilib yaratganligini va mahluqotlarining rizqini kengri qilganligini, shuning uchun ibodatni faqat Alloh taologa qilishni, uni bor va bir deb bilib, uningga hech narsani shirk keltirmaslik kerakligini aslatib o'tadi. Chunki Alloh taolaning hech o'xshi va tangdishi yo'qdir. U xotin og'amma emas, bola tutqanma emas. Uning ne maslahatchisi va ne yordamchisi bo'lganmi emas. Balki Allah mundaq sifatlardan yuksak darajada ustundir. Nuh aytdi: Rabbim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, balasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, ya'ni boylarga, katta boshlarga agashdi. Ular, ya'ni katta boshlar menga chin bitmedi. Menga va menga agashganlarga aziyat yetkizib, cho'ng hiyla tuzdi. Ular ma'budlaringni hargiz tark etmanglar, Vadni, Suvani, Yag'usni, Ya'uqni va Nasirni hargiz tark etmanglar dedi. Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi. Zalimlarni texami gumroh qilgan. Nuh alayhissalomning qavmining uningga bergan javobidan keyin Alloh taolo qilgan iltijosi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomning sabr toqatining oxirgi chekka yetib, Alloh taologa yelinganligidan xabar berdi. Allah hammani bilguchidir. Allohdan hech narsa yo'shirin qolmaydi. Nuh alayhissalom ularni da'vat qilishda turli usullarni qo'llangan edi. Ularni birda Allohning ne'matlariga qiziqtirsa, birda Allohning azobidan qo'rqitdi. Biroq ular Nuh alayhissalomga osiylik qildi. Uningga qarshi chiqib, uni inkor qildi va mol dunyoga berilganlar, Allohning dinidan g'aflat qolganlarga nurg'un mol-mulk va avlod berilganlarga agashdi. Ularga berilgan mol-mulk va avlodlar
Allah'ның ularni hürmetligenligidan emas, belki ularga mühlet beriş ve tedrici halda tuydurmasdan halak kılışqa yakınlaştırış üçündür. Şuna Nuh aleyhisselam mundaq dedi. Ve özlerine ziyandan başkanı ziyade kılmagan kişilerge, yani baylarga, katı başlarga ergeçti. Ula, yani katı başlar, mana çin bitmedi. Mana ve mana ergeçkenlerge eziyet yetkizip çoğun heyli tüzdü. Yani katı başlar ergeç küçülerge özlerinin mangan yollarını hak ve doğru yol dep çıraylık gösterip, bu vaqtda çoğun heylilen tüzdü. Bu xuddi ergeç küçülerinin katı başlarga kıyamet günü mundaq degeniga o'xshaydi. Hergiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan heli-mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga shirik keltirishga buyurdinglar. Nuh alayhissalomning qavmining butlari va bu butlarning o'rni to'g'risida. Ular, yani katı başlar, mana çin bitmedi. Mana ve mana ergeçkenlerge eziyet yetkizip, çoğun heyli tüzdü. Ular, mabudlarınlarını hergiz terk etmenglar, Vadni, Suva'ni, Yağusni, Ya'uqni ve Nasirni hergiz terk etmenglar, dedi. Bu butlar, ularning Allah'ını koyup çoqungan butlarıdır. İmam Buxari İbn Abbas'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Nuh alayhissalomning qavmining cho'qingan butlari ulardan keyin arablar ichida tarqaldi. Vad bo'lsa Duamatul Jandal sepilining atrofiga joylashgan Kalb qabilasining cho'qinadigan butidir. Suvai bo'lsa Huzayl qabilasining cho'qinadigan butidir. Yağus bo'lsa Marro qabilasining ve Saba rayonunun Jurub degan yeridagi Bani G'unayib qabilasining cho'qindigan butidir. Ya'uq bo'lsa Hamadan qabilasining butidir. Nasir bo'lsa Kalai Mansuf Hemyer qabilasining cho'qinadigan butidir. Bu ismlar asli Nuh alayhissalomning qavmidagi yaxshi odamlarning ismlari edi. Ular o'lgandan keyin shayton ularning qavmiga, ular o'ltiraqlashgan rayonga ashu kishilarning haykallarini tiklashni va bu haykallarga ularning ismlarini qo'yishni vasvasa qildi. Ularning qavmi amaliyotdami shunday qilishdi. U zamonlarda bu haykallarga ibodat qilinmaydi. Bu haykallarni tiklaganlar zamonning o'tishi bilan o'lib tugidi. Kişiler arasında ilim ma'rifat kötürülüp ketdi. Ulardan keyinkiler bu heykellerini mukaddes bilip ularga çoqunishga başladı. Ekrime, Zahhak, Qatada ve Muhammed ibn İshaq qatarlıqlardan mu shuningga o'xshash rivoyat qilingan. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu butlar Nuh alayhissalomning zamanısıdırlar çoqunalattı. İbn Cerir, Muhammed ibn Qays'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yağus, Ya'uq, Nasir qatarlıqlar Adem aleyhisselamның zamanı bilan Nuh aleyhisselamның zamanının aralig'ida o'tgan yaxshi odamlar edi. Ularning ergeç küçülleri bor edi. Ularning vafotidan keyin ergeç küçülleri agar biz ular uchun haykallarni tiklagan bo'lsak, ularni davomliq aslab turishga va shu orqali ibodatga texmi berilishimizga foydasi bo'lar edi deyishib, ularning haykallarini tikladi. Bu haykallarni tiklaganlar o'lgandan keyingilarning orasiga shayton vasvasa silib, sizlardan burun o'tganlar bu haykallarga cho'qinatdi va haykallardan yomg'ir yog'dirilib berilishini tilaydi dedi. Shuning bilan ular bu haykallarga cho'qinishga boshladi. Nuh alayhissalomning qavmiga beddua qilganligi va o'ziga iymon etganlarga yaxshi duo qilganlik to'g'risida.
ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi. Ya'ni ular cho'qingan butlar nurg'un insonlarni ozdirdi. Ularga cho'qinish asrlar bo'yi odam avlodi ichida, arab va g'ayri arab millatlari ichida toki hozirgacha davom qilib keldi. Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalom mundaq duo qilgan edi. O'z vaqtida Ibrohim aytdi: Rabbim bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Rabbim haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimiki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimiki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uning mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Zalimlarni texmi gumroh qilgin. Nuh alayhissalom qavmining haddidan oshganligi, kufrlik qilganligi va haq bilan qarshilashganligi uchun ularga beddua qildi. Uning duosi Musa alayhissalomning Fir'avnga va Fir'avnning tavalari qilgan tuvendiki bedduasiga o'xshaydi. Rabbimiz ularning mol-mulklarini yo'q qilgin, ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Alloh taolo bu ikki payg'ambarining har birining qavmiga qilgan bedduasini ijobat qildi. Uning ummatini payg'ambar ilib kelgan haqni inkor qilganlik uchun suvda g'arq qildi. Ular gunohlar tufaylidan to'fon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Nuh aytdi: Rabbim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymag'in. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandilaringni ozdirdi. Ularning topgan ballarimi faqat fojir, kafir bo'ladi. Rabbim, menga, ota-onamga, mening uyimga mu'min bo'lib kirgan kishiga va mu'min erlarga, mu'min ayollarga mag'firat qilgin. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda qilgin. Ular gunohlari tufaylidan, ya'ni gunohlarining ko'p bo'lishi, haqni qabul qilishdan bosh tortishi, kufrda ching turishi va payg'ambarga qarshi turishi tufaylidan to'fon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ya'ni suv dengizdan do'zax o'tiga to'shildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Ya'ni o'zlarini Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday qutqazg'uchi, faryodini anglag'uchi va yordam berguchi bo'lmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qola olmaydi. Nuh aytdi: Rabbim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymagan. Ya'ni Alloh taolo uning duosini ijobat qildi. Yer yuzidagi bütün kafirlardan birini qoldirmay halok qildi. Hatta Nuh alayhissalomning o'z pushtidan bo'lgan bolasini halok qildi. U otasidan ayrilib, meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi. Nuh: Bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qola olmaydi dedi. Ularning orasini do'lqin ayirib etdi. U g'arq bo'lib ketdi. Alloh taolo iymon etib Nuh alayhissalom bilan birga kemaga chiqib olganlarni suvda g'arq bo'lib ketishidan qutqazdi. Alloh taolo Nuh alayhissalomni ularni o'z bilan kemaga selib olishga buyurgan edi. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandilaringni ozdirdi. Ya'ni agar kofirlardan birini hayot qoldirsang, keyin keladigan ummatlarimni ular ozdirdi. Ularning topgan ballarimi faqat fojir, kafir bo'ldi. Ya'ni ish amallarida gunoh sodir qildi. Dillariga kufr o'rnashidi.
Nuh alayhissalomning mundaq deb duo qilishi ularning ichida 50 yil kam 1000 yil turib olgan tajriba savoqlarining natijasidir. Rabbim menga ota-onamga mening uyimga mu'min bo'lib kirgan kishiga Zahhak bu oyatning ma'nosi mening masjidimga mu'min bo'lib kirgan kishiga deganlik bo'ladi deydi. Bu oyatning oshkor ma'nosiga qaraganda bu oyat Nuh alayhissalom uyiga mu'min bo'lib kirgan har bir kishiga duo qilgan deb tafsir qilinsa-mu bo'laveradi. Va mu'min erlarga, mu'min ayollarga mag'firat qilgan. Nuh alayhissalom bütün ayol mu'minlarga duo qildi. Uning bu duosi teriklarni va o'liklarni o'z ichiga oladi. Shunga Nuh alayhissalomni ulgu qilgan asosda dinimizda qilish yo'lga qo'yilgan xosiyatli duolarga tayangan asosda mushundaq duo qilish mustahabdir. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda qilgan. Mujahid bu oyatni zolimlarga dunyo va oxiratda faqat ziyonkorlikni ziyoda qilgan deb tafsir qilgan. Alhamdulillah, ulug' Allohga bütün hamd sanolar bo'lsin. Şunun bilen Sure Nuh'ның tafsiri tugidi. Kelar qitimda Sure Jin tafsiri 1. oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.